Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Kuninglar xayrli va barakatli boshlab oldinglar. Mana bugun bizdan ertalabdan turba napitek tayyorlaymiz sizlar bilan. Davay boshladik. 2 qalpochoq aloe solamiz. Super bo'ladi. Va bitta katta joyida qoshiqni choy solamiz. Kichkinasida solmaymiz. Bu ham super bo'ladi. Va yoniga olma suli, umuman zo'r kletchatka bosib ketadi. O'zi ham 17 porsiya salat kuchini beradi. Olma suviga qaynoqqina, shaqillab qaynab turgan suvni solib, yaxshilab tap-tam qilib aralashtirib tashlaymiz. Va ketidan biz mix choy tayyorlaymiz. Shaloq-shaloq qilib ichgani. Davay 2 qalpochoq aloe solamiz buni ham va bitta choy qoshiqda choy solamiz. Buni ham aralashtirib, qaynar shaqir-shuqur choylarni quyib, suvlarni ustidan mazza qilib ichamiz. Tadam. Tayyor bo'lgan mahsulotlarni ko'ringlar, olinglar, zavqlaninglar. Nam. Yoqdimi sizlarga? Layklarni bosib ketinglar. Rahmat qizlarjonlar, boringlarga shukr.